Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan chaynov mushaklari, musculi masticatori haqida gaplashamiz. Demak, chaynov mushaklari chaynash aktini hosil qiluvchi 4 juft mustahkam mushaklardan iborat bo'ladi. Ular quyidagilar. Chakka mushagi musculus temporalis, chaynov mushagi musculus masseter va bazal yuzadan qaraydigan bo'lsak, medial hamda lateral qanotsimon mushaklar musculus trapezius medialis et musculus trapezius lateralis mushaklaridan iborat bo'ladi. Mana shu 4 ta mushakni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi chaynov mushagi musculus temporalis, ya'ni chakka mushagi. Ushbu mushak yuqoridan linea temporalis superiordan boshlanib, tolalari pastga qarab yo'naladi va pastki jag'ni tochsimon o'simtasi processus coronoideusga kelib birikadi. Aynan mana bu ichki yuzasiga. Mushakning harakatlari ularni tolalarining yo'nalishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni mushakni oldinda joylashgan tolalari pastki jag'ni yuqoriga ko'taradi. Ya'ni elevatsiyasini amalga oshiradi. Mushakni orqada joylashgan tolalar esa pastki jag'ni orqaga tortadi. Ya'ni retraksiya harakatini amalga oshiradi. Harakatni quyidagi animatsiyada ko'rishingiz mumkin. Demak, oldingi tolalar hisobiga yuzaga kelayotgan elevatsiya, ya'ni pastki jag'ni yuqori ko'tarish va orqa tolalar hisobiga yuzaga keluvchi retraksiya, ya'ni pastki jag'ni orqaga tortish harakatlari. Ushbu mushak normada, ya'ni qisqarmay turgan holatida og'izni yumib turish, ya'ni pastki jag'ni yuqori jag' bilan stabil holatda ushlab turish vazifasini bajaradi. Ikkinchi chaynov mushagi musculus masseter, ya'ni o'z nomi bilan chaynov mushagi. Ushbu mushak ikkita qismdan tashkil topadi. Yuza qism pars superficialis hamda chuqur qism pars profunda. Har bir qismni alohida ko'rib chiqsak. Pars superficialis qismi yuqori jag'ni yanoq o'simtasi processus zygomaticus va yanoqni ravog'i arcus zygomaticusni oldingi qismidan boshlanadi va tolalari pastga qarab yo'nalib, mana bu yerda joylashgan, pastki jag'ni tashqi yuzasida joylashgan mana shu mushak uchun bo'rtiqlik tuberostas masseteriga kelib birikadi. Mana shu yerga. Mushakning asosiy funksiyasi pastki jag'ni yuqoriga ko'tarish, ya'ni elevatsiyasini amalga oshirish, pastki jag'ni oldinga qarab qisqartirish, ya'ni protraksiyasini amalga oshirish va demak lateropulsatsiya, yonga qarab harakatni amalga oshirish. Mana demak pastki jag'ni yuqoriga qarab ko'tarish, elevatsion harakati. Ikkinchi harakat demak lateropulsatsiya harakati, ya'ni yonga qarab pastki jag'ni siljitish va uchinchi harakati pastki jag'ni oldinga siljitish, protraksiyasi. Aynan mana shu harakat ko'proq pars superficialis qismiga to'g'ri keladi. Ya'ni pars profundasidan ko'ra pars superficialisi ko'proq mana shu harakatni yuzaga keltiradi. Ikkinchi qismi pars profunda. Pars profundani boshlanish qismi arcus zygomaticusning orqa qismidan boshlanadi va tolalari pastga qarab yo'nalib, ramus mandibulaga kelib birikadi. Mushakni asosiy vazifasi yuqorida gaplashganimizdek, bu ham pastki jag'ni yuqoriga ko'taradi, ya'ni elevatsiyasini amalga oshiradi va lateropulsatsiya harakatini, ya'ni yonga qarab siljitishni amalga oshiradi. Protraksion harakatda esa sinergiya sifatida, ya'ni mana shu mushakka yordamchi sifatida
harakat bajaradi. Uchinchi chaynov mushagi Musculus pterygoideus medialis, ya'ni medial qanotsimon mushak. Ushbu mushak ikkita qismdan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni pars superficialis hamda pars profunda qismlaridan. Mushakning boshlanishi processus pterygoideusning ikkita plastinkasi orasida joylashgan fossa pterygoideadan boshlanib, pastki jag'ni ichki yuzasida joylashgan tuberositas pterygoideaga kelib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi ikki tomonlama qisqarganda, ya'ni bilateral qisqargan paytda pastki jag'ni yuqoriga ko'tarish, ya'ni elevatsiyasini amalga oshirish, hamda ikki tomonlama qisqargan paytda pastki jag'ni oldinga surish, ya'ni protraksiyasini amalga oshiradi, hamda bir tomonlama qisqargan paytda demak lateral pulsatsiya harakatini amalga oshiradi. Mana demak, pastki jag'ni elevatsiyasi, ya'ni yuqoriga ko'tarish harakatlari ikki tomonlama qisqaradi bunda. Ikkinchi harakati pastki jag'ni oldinga surish, ya'ni protraksiya harakati. Va unilateral, ya'ni bir taraflama qisqargan paytdagi pastki jag'ni medial harakati. Va to'rtinchi chaynov mushagi Musculus pterygoideus lateralis, ya'ni lateral qanotsimon mushak. Ushbu mushak ikkita boshdan iborat bo'ladi. Yuqori boshi caput superior hamda pastki boshi caput inferior. Caput superiorning boshlanishi ponosmon suyakning katta qanotida joylashgan fossa infratemporalisdan boshlanadi. Mana bu yerda ko'rgandik crista infratemporalisni. Aynan mana shu crista infratemporalisdan yuqorisi fossa temporalis, pasti infratemporalis edi. Aynan mana shu infratemporalisdan boshlanib, tolalari orqaga qarab yo'naladi va pastki jag' bilan chakka suyak orasida hosil bo'lgan articulatsiya temporomandibularis bo'g'imining kapsulasiga va mana bu bo'g'im diskiga kelib birikadi. Demak, pastki boshi esa ponosmon suyakni qanotsimon o'simtasi processus pterygoideusda lateral plastinka mavjud edi, ya'ni lamina lateralis. Aynan mana shu lamina lateralisni tashqi yuzasidan boshlanib, tolalari orqaga qarab yo'naladi va pastki jag'ni processus condylus o'simtasi aynan mana shuni ichki yuzasida fovea pterygoidea chuqurchasi mavjud edi. Aynan mana shu fovea pterygoideaga borib birikadi. Bu pastki boshi. Mushakning asosiy funksiyasi pastki jag'ni pastga tortadi, ya'ni depressiyasini amalga oshiradi. Mana bu demak bilateral qisqarishda, ikki tomonlama qisqarishda. Ikkinchi harakat esa pastki jag'ni oldinga siljitadi, ya'ni protraksiya harakatini amalga oshiradi. Bu ham bilateral qisqarishda. Va unilateral qisqarishda esa bir taraflama qisqaradi, ya'ni pastki jag'ni yonga siljitadi.